Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Gollandiya Uyğur cəmiyyətinin küçük tətbiqi əsasən biz bugündən başlap şopurluq nəzəriyyə imtahanının nəzəriyyə qismini bir yürüş videoluq dərslik qılıb tayarladıq. Bugündən başlap bu dərslərimiz hər həftədə bir dərs YouTube kanalımızda taxtıldı. Bugünkü birinci dərsimiz nəzəriyyə imtahanı, yəni qandaq imtahan, qandaq tizimlitimiz, imtihanның sol şəkilləri qandaq degəndək nöqtələrdə sizlər bilan qısqaça ortaqlaşıb ötürəm. Şopurluq nəzəriyyə imtahanı Gollandiyada CBR tərəfindən ilindi. Yəni CBR Central Bureau Rəy Ferdigheides Bewijzen, yəni Uyğurca tərcümə qılsaq, maşın haydaş iqtidarını isbatlaş idarəsi degəndək tərcümə qılsaq boldu. Muş idarə tərəfindən ilindi. Gollandiyada 16 yaşdan başlap nəzəriyyə imtahanға tizimlətishqə boldu. Nəzəriyyə imtahanı 1,5 yıl küçkə ega. Yəni nəzəriyyə imtahanını bəgəndən keyin siz çoxum 1,5 yılның içində əməliyyat imtahanından ötüb boluşunuz kerak. Əgər 1,5 yıl içində əməliyyat imtahanını ötüb bolamısanız, o vaxtda sizin nəzəriyyə imtahanından ötən isbatınız əməldən qaldı, yəni başqadan imtahan verişiniz kerak. Nəzəriyyə imtahanı CBR-ninki Gollandiyanın hər qaysı şəhərlərdəki orunlarda ilib birildi. Nəzəriyyə imtahanı bəgil bolduğan CBR-nin orundan Gollandiyada 20 şəhər var. Biz tövəndə bu şəhərlərni qısqaca yollab qoyduq. Yəni imtahan tizimlatqan vaxtda özünlərinin adresi boyunca özünlərə yaxın turuşluq şəhərlərdə tizimlasanlar bu. İmtahanның haqqı, nəzəriyyə imtahan hər xil şəkillərdə boldu. Şu şəkillərə əsasən imtahan haqqı oxşamaydı. Yəni normal ölçəmlik imtahan haqqı, yəni normal imtahan ölçəmlik imtahanının imtahan haqqı 37 euro. Bu xil imtahanınki vaxtı 30 minut boldu. Bu xil imtahanda təxminən 10-dan 20-gəcə imtahan bərgüçülər, kandidatlar bir imtahan zalının içində oturub birgə biridi o imtahanını. Əgər bu imtahanı CBR-ның bəzi orunlarda bu imtahan keç tərəflərdə və ya ki şənbə tərəflərdə ilindi. Şuna əgər keç tərəfdə ya ki şənbə günləri imtahanı tizimlatqan bolsanız, o halda Gollandiyanınki xizmət qanunu boyunca, yəni keç tərəflərdə hətta axırları işləyən vaxtlarda normal işləyənlərə bəzi yardımcı pullar qoşuldu. Şunun əsasən sizdən həm 37 euro imtahan haqqıga siz imtahan bəgən vaqtqa əsasən, yəni keç tərəf olsa saat qançada yoki şənbə günü degənə oxşaş, yəni azraq qoşumcha bacılar qoşuluş mümkün. İmtahanның ikinci xil şəkli, yəni qoşumcha vaqt berilgan imtahan. Bu imtahan 45 minut şəkildə boludu. Bu imtahan həm normal imtahan bəgən zalda başqa imtahan bəgüçülər bilan birlə oturub birisiz. Lakin bəzi suallarda sizə berilgan vaqt normal imtahandan sal uzunroq boludu. Bu imtahanның vaxtı, yəni 45 minut. Bu imtahanның haqqı həm 49 euro. Biz Gollandiyada şopurluq nəzəriyyə imtahanını məyli Golland tili bolsun və ya ki başqa tildə bəgüçülərə muşu qoşumcha vaqt berilgan imtahan şəkildə tizimlətishni tavsiya qilamiz. Çünki bizning Golland tili bizning ana tilimiz bo'lganligi uchun albatta imtahan suallarini tushunish jarayonida bəzi bir qiyinchiliklarga uchraymiz. Ham şopurluq nəzəriyyə imtahanida inkasning tiz bo'lishi talab qildi. Çünki mashina haydaydigan vaqtda inkasimiz tiz bo'lishi kerak. Shunga imtihanda inkasning tiz bo'lishi talab qilganligi uchun mushu til jihatiga azroq yordamda bo'lish uchun mushu qo'shimcha vaqt berilgan imtihon shaklida tizimlashinglarni kuchli tavsiya qilamiz. Üçüncü xil şəkil bu nəzəriyyə imtahanı həm ingliz tilida bəgil boldu. İngliz tilida həm normal şəkildə həm qo'shimcha vaqt berilgan imtahan şəkilləri var. Bununki haqqı 42 euro 50 sentdan başlab başlandı. Dördüncü xil imtahan bir şəkli tərcüman təklif qilish orqali imtahan bir şəkli. Bu tərcüman təklif qilish orqali imtahan bergan vaqtda bunun CBR-dagi haqqı 95 euro.
Çünki bundaq vaqtda siz tərcüman təklif qılıb imtahan verген vaqtınızda CBR sizə ayrım bir işxananı hazırlab berdi. Yəni siz tərcüman və imtahan alğıcı 3 adam oturduğan. Şuna ayrım bir işxana hazırlab berganligi üçün bu imtahanның haqqımı sal jiqroq bo'ldi. Siz CBR tizimli bo'lgandan keyin ondan tərcümanni o'zingiz qaysi tilda bermoqchi bo'lsangiz, shuning asosan tərcümanni o'zingiz tizimlisiz, o'zingiz taklif qilasiz. Gollandiyada bu şoförlük nazariy imtihoniga tərcüman taklif qilish Tolkinet degan bu tərcümanlıq şirkəti tərəfindən bo'ldi. Torbat adresini qoldirib qo'ydik. Mush torbat kirgandan keyin o'zinglar xohlagan tilda bermoqchi bo'lgan tərcümanni jadvalni to'ldirish orqali tizimlasanglar bo'ldi. Hozircha şoförlük nazariy imtihoni 34 xil tilda tərcüman təklif qılıb bəgili oldu. Tərcümanның haqqı imtahan haqqıdan ayrım 179 euro. Yəni tərcüman təklif imtahan bəgən vaxtda 179 euro tərcüman haqqı, 95 euro CBR-ның imtahan tizimlatish haqqı bo'lib, cəmi 300 euroga yaqin haqq ilindi degan gap. Uyg'ur tilimiz hozircha bu tərcüman təklif qılıb imtahan verishning ichida yo'q. İnşallah biz kelgusida buni amalga oshirish uchun tirishayapmiz. Endi yana bir xil eng oxirgi imtahan berish shakli, ya'ni yolg'iz yetakchilik qilib ilinadigan imtahan shakli, ya'ni bu alohida ahvollardagi odamlar uchun. Masalan, siz imtahan berishdan baq qo'rqadigan, bekchiq o'quvchilar bilan bir zalning ichiga kirib imtahan berganda haddidan ziyoda jiddiylashib ketadigan və yoki ba'zi bir psixikalik ruhiy kasalliklar sababidan shunda bir zalning ichida imtihon berolmaydigan jiq odamlar bilan və yoki boshqa har qanday jismoniy ruhiy jihatdagi ba'zi omillar tufaylidan imtihon berishda ma'lum bir to'sqinlikka uchrasangiz, u vaqtda bu yolg'iz yetakchilik qilib ilinadigan imtihon shaklini tanlasangiz bo'ldi. Lekin agarda bu imtihon shaklini tanlagan vaqtingizda sizning haqiqatan shundoq to'sqinligingiz borligini isbotlaydigan hüccətlərini tələb qıldı. Məsələn, doktorның ma'lum bir kasallik sababidan imtahan meydanında jiq odamlar bilan birga o'tirib imtahan bermaydigan bo'lsangiz, doktorning diagnozi qo'yilgan shu kasallikning isboti degandek. Endi bu xil imtahan shaklida shu imtahan olg'uchi odam imtahan savollarini sizga ba'zida o'qib beradi. Endi yolg'iz bir ishxonaning ichida imtahan berish imkoniyatingiz bo'ldi. Endi imtahan tizimlatish usuli imtihonga ikki xil usul orqali tizimlatib bo'ldi. Birisi kompyuter orqali, ya'ni DXD nomerimiz orqali CBR-ning torbatiga kirib tizimlatib bo'ldi. Bu xil usulning ortiqchiligi, bu xil usul tizimlatgan vaqtda siz tizimlatgandan keyin tizimlash jarayonida qaysi shaharda, qaysi soatda, qaysi kuni imtihon berganingiz borligini bevosita tanlay olasiz. İmtihan tizimlatgandan keyin cho'qim 1 soat ichida pulni to'lashingiz kerak. Siz tizimlatib qo'yib pulni to'lmasangiz, siz tanlagan u kun, vaqt amaldan qoldirildi. Ikkinchi xil imtihon tizimiga oldirish usuli DXD kodi bo'lmaganlar uchun anfrag formulyariyani tizimiga oldirish jadvali orqali tizimiga oldirish usuli. Biz tövəndə tizimə aldırış cədvəliniki qısqaca rəsmini verib qoyduq. Bu cədvəlini siz CBR-ның torbatidan düşürə alaysiz. Torbatdan düşürgəndən keyin özünüz cədvəlini toşquzub CBR-ga poçta orqali əvətsiniz bo'ldi və yoki email orqali. Siz əvətkəndən keyin CBR sizning cədvəlingizni ko'rib chiqib, siz imtihon berishni xohlagan shahar, siz imtihon berishni xohlagan vaqtni sizga belgilab bekitish uchun bu jarayonda bir ikki hafta va yoki undan uzunroq vaqt ketishi mumkin. Ham CBR sizning bu jadvalingizni ko'rib, siz uchun tizimlatganlik uchun ham normal imtihon haqqiga 37 yevroga, yana mos holda ba'zi haqlar qo'shilib bo'ladi. Eng qisqasi imtihon tizimlatishninki eng qolayli usuli CBR-ning torbatidan bevosita DXD orqali tizimlash usuli. Endi nazariya imtihoniga kelayli. Nazariya imtihoni 3 turlik savollardan tarkib topadi. Birinchisi xatarni tunish savoli. Ya'ni xatarni tunish degan vaqtda bu turda jami 25 savol bo'ldi. Bu turdagi
suallar faqat rasm shaklida bo'ldi, ya'ni rasmga qarab mush 3 xil javobdan birini tanlash. Ya'ni hamma savollarning javobi o'xshash, ya'ni rammin, tormozlash, xas do'stlardan mayni qo'yib berish yoki netiz hech nima qilmaslik. Mush 3 javobdan birini tanlaysiz. Ya'ni rasm qarab. Masalan, qanday tanlaymiz deganda, men rasm qarasanglar, hozir mashinaning tezligi 50. Siz hozir bir yo'lda ketib turibsiz, bir aylanmaga kelibsiz, ya'ni 50 degan tezlik aylanmaga nisbatan tezlik. Shunga bu xil ahvol ostida siz mayni qo'yib berishingiz kerak. Yani bu turdaki suallar cemi 25 sual. 25 sualdan 13'ni to'g'ri ishlashingiz kerak. 12'ni xato ishlash haqqingiz bor. Bu turdaki sualning har bir savolga berilgan imtihon vaqti faqat 8 sekund. Normalda bu turdaki suallardan 100% hammadan o'tib ketadi. İnşallah keyingi darslarimizda biz bu turdaki suallarni qanday ishlaymiz, nimaga diqqat qilamiz, tafsil düşünmemiz. Hem ikinci türlük suallar, yani nazariy imtihanda ikinci ve üçüncü türlük suallar, yani imtihanda ötemegenlerinin köpüncüsü, ikinci, üçüncü türlük suallarda ketkizip koyganlıkta, yani ikinci türlük suallar keyiniz fıraqın, yani biliş ve tunuş sualları. Yani nimini biliş, nimini tunuş degen vakitta, yani yolunu işiltish, yani yol maşinayı degen vakitta, yolduk ornumuz qanday bo'ldi, kimga yo'llarimiz, kim başlamadı, yani alohida yo'llar, masalan, tasrifli taş yo'llarda qanday mangmiz, shahar ichidagi yo'llarda qanday mangmiz, oilalar rayonidagi yo'llarda qanday mangmiz. Har xil mashinaga doir, masalan, mashinani to'xtatish yoki tasrifli taş yo'lga kirish, chiqish, mashinani keyniga yondirish, mushunda alohida ahvollardagi ba'zi bir qoida tuzumlar. Yani mashinani yani bexatarlikka diqqat qilib haydash, ba'zi bir alohida ahvollarda qanday qilish to'g'risidagi savollar, barliq qatnash belgilari, yo'ldagi qatnash chirog, shularni tushunish savollari, yo'lda mashina haydagan vaqtda muhitga diqqat qilgan asosda mashina haydash, mashinaga doir barliq qoida tuzumlar, masalan, aroq ichib mashina haydash, aroq ichib mashina haydaganda qandoq bo'ldi degandek. Ondan mashinaning o'ziga doir ba'zi bilimlar, masalan, mashinaning uzunligi qanchalik, kengligi qanchalik, shoferlik kinishkisining vaqti qanchalik, keynimizga kozib yetib haydagan vaqtda uning uzunligi qanchalik va yoki mashinaning ichidagi har xil chiroqlarni tunish degandek. Yani mushu bilish va tunish savollari, bu turda 12 savol bor. 12 savoldan 10 savolga cho'qim to'g'ri javob berishingiz kerak. Faqat 2 savolni xato ishlash haqqingiz bor. Endi 3-turdagi savollar inziht frag'in, ya'ni biz boya degan qoida tuzumlarning hammani amaliy ahvolda ishiltish va tadbiqlash savollari. Bu turda 28 savol bor. 28 savoldan 25 savolga cho'qim to'g'ri javob berishingiz kerak. Yani 3 savolni xato ishlash haqqingiz bor. Demak, ikkinchi va uchinchi turdagi savolda faqat va faqat 5 savolni xato ishlash haqqingiz bor degan gap. Normalda imtihondan o'tamaganlarning hammasi mush ikkinchi, uchinchi turdagi savollarda xato ishlash o'lchamidan chiqra xato ishlab qo'yganlik uchun imtihondan o'tamaydi. Tuanislarni imtihon savollarining şekli bilan qisqacha tunishtirib o'tamiz. Yani imtihonda savol shaklları birinci yutkash savoli, slip frag. Yani sizlar rasmda ko'rgandek, yani kim boshda mangdi deb 1, 2, 3 deb sonlar bor. Shunda birinchi olib mangdigan odamga birini yutkab qo'yamiz, ikkinchi olib mangdigan odamga 2, uchinchi olib mangdigan odamga 3. Mushta birilgan sonlarni yani yutkab kim boshda mangsa shuni ustiga qo'yib qo'yish savol. Taq şekilli ötkeş suali, yani bununda mesela kim başta mağdu veya ki kim ahırda mağdu degen buludu adette sualda. Yani sual asasen şu cevabını fakat sual asasen cevap suali. Üçüncü xil sual hotspot frag, yani bu mesela ma sualda tüvendeki belgilerden qaysi maşinin motorunun belgisi edi. Muşta her xil belgiler berildi. Muş belgilerden doğru cevabını çekip tanlash suali. Yani 4. xil sual şekli, yani ya ha yoki yo'q deb javob berish suali. To'g'ri javob qaysi bo'lsa shuni tanlaymiz. Yani eng oxirida bo'sh o'rin to'ldirish suali, infil frag. Bu turdagi savollar masalan
bir yo'lning belgisi berilgan bo'ldi. Bu yo'lda eng yuqori haydash tezligingiz qancha va yoki mashinaning keyinda kuzov bo'lsa, kuzovning uzunligi qanchalik bo'lishi kerak degandek, shunda son sifirlarni yozish orqali savol. Biz bu darslik videolarimizni CBR'ning tor bitidan foydalanib ishildik. Tövəndə CBR'ning torbet adresini ham qoldirib qo'ydik. Golland tili yaxshi bo'lgan qarindoshlarning torbet kirib ko'zdan kechirib chiqishni tavsiya qilamiz, chunki torbetda ham shofirlik nazariya imtihoni to'g'risida va amaliyot imtihoni to'g'risida har xil foydalanishga tegishli taklif, fikrlar bor. Bu ham CBR'ning aloqa qilish telefon nomeri. Albatta, bu darslarımızda ham biz bu darslarimizni eng ishonchli manbalardan to'g'ri shaklda sizlarga yetkazish uchun tirishdik, lekin inson bo'lganligimiz uchun balki ba'zi xatoliklar yuz bergan bo'lishi mumkin. Bu xatoliklarni bayqagan vaqtinglarda videomizning ostiga inkos orqali qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Bu darsliklar Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq tashkiloti ma'rif va tashviqot bo'limi tomonidan tayyorlandi. Ma'rif va tashviqot bo'limimizdagi fidoilar bu darslik videolarni normal xizmat vaqtidan sirt vaqtlarda tayyorlaganlik uchun hozirgi sharoitimizda faqat bir haftada birla video yo'llay olamiz. Bu turdagi videolarning texmi ko'plab chiqishi uchun bizni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashinglarni umid qilamiz. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsimizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.